21 qism. Koni kitob. Davlatga qaytib, o'g'il do'stini yo'qlash. Bu dal qizil ko'ynakli qiz iliq kashta menga aytib bergan o'zining hikoyasi. Oldinibdiq. Mis soat oldida o'lgani shukan. Men bir o'likning hikoyasini anglabdim. Butun badanimdan sovuqlar chiqib ketdi. Shavliyo'ga bundan keyin qizil ko'ynakli qiz bilan kori bo'lmasligini aytdi. Garchi Shavliyo xolimisimu, lekin mening o'tinganimni ko'rib ma'qul bo'ldi. U mening ro'yi holatimning yaxshi emasligini ko'rib, meni yana bir kun dam ilib aytib, bugun oqshom avtobus haydashimga qat'iy qo'shilmadi. Xo'yavshandagi ba'zi g'alati ishlarni peshimdan o'tkazib, menmi qattiq charchab, shu uxlagancha atisi biroq qopibdiman. Nashtilik qilib olay deb oshxonaga manqan. Yo'lda Lavliyo'ning bir nechta soqchi bilan takollashayotganligiga uchrab qoldim. Berib qarasam, aslida yuqoridan yangi tekshirish atrat boshlig'i kelgan bo'lib, qo'lga olgandan keyin birinchi qotillikdan boshlab qaytadan tekshirmoqchi ekan. Ularning gapini anglasam, bu atrat boshlig'i ishxona binosi keyindagi kichik 2 qavatni tekshirmoqchi ekan. Lavu buningga albatta qo'shilmaydi. U turib, yerda bir döv zapchaslab desa, yana turib, ichida soda maxbiydi ba, tekshirishga qolaysiz deb turib oldi. Atrat boshlig'imi yomon nima ekan? Lavuning kirgizmaydiganligini ko'rib, qo'l ostidagilarga on yerga besib olishni aytdi. Lavu yanala oshqushni topshirmay, atrat boshlig'i ochiqda eshikni chaqmoqchi bo'ldi. Bu kichik 2 qavatga men 2 qitim kirgan. Ikkinchi qitim bir nusxa orqa papkasini olib chiqdim. İçide Lavu turadigan uy bo'lib qolmay, yana Liutaga aytgan Lavtangning maxfiyatligi bor. 2 soqchi bolqi bilan netchini uribla qo'libni chaqqandan keyin 5-6 odam guldirlab ichiga kirishdi. Shavli! Lavu yerdan qo'pib meni tatdi. Men bilan berib to'sib ol. Ularni 2-chi qavatga chiqamayli. Bilaman. Narslarning hammasi 2-chi qavatda. Lavu gerçi ciddileşiyotgan bo'lsa-mu, lekin soqchilar tekshirman desa kim bu to'siya olsin? Lavu ikkimiz tezlikda keyindan yugurdik. Soqchilar ichiga kirgandan keyin 2ga bo'linib, 3 odam birinchi qavatni, atrat boshlig'i qolgan 2sini ilib, 2-chi qavatni tekshirdi. Gapimni angla, to'xta. Lavu atrat boshlig'ining 2-chi qavatga mang'anligini ko'rib, sarang bo'lgandek agishib uni to'sib oldi. 2-chi qavatda jin bor. Chiqishga bo'lmaydi. Ko'p kunduzda bunday gapni oz qil. Atrat boshlig'i Lavuni ishtiribdi. Meni tekshirtmaganingga qaraganda ishchingda jin bor o'xshaydi. Yuringlar. O shundoq degash, yenidagi 2 soqchini chaqirib ustiga maqdi. Soqchilarning keyindan agashmoqchi bo'ldi. Lekin Lavuning ishtirib yiqilgan bechora holatini ko'rib, uni yo'lab turg'izdi. Lavu, nima qilyapsan, ha? Bu koni binoda hech kim bo'lmasa, tekshirmamdi. Nimani bilading, ha? Tugashdiq. Endi cho'ng chatoq chiqadigan bo'ldi. Lavu menga shundoq deb chekchaydi. Lavuning bundoq jiddiylashganligini ko'rib, qiziqishim texmi qo'zg'aldi. Bu kichik 2 qavatda zodi qandoq maxfiyatlik bor. Lavu qo'l ishorasi qilgan. Uni yo'lab 2-chi qavatga mangdi. Ammo ustiga chiqibla vangvi qilib qoldi. Garchi oldingi qitim kelganda qorong'u bo'lsa-mu, lekin qo'l chiroq nurida men aniq ko'rgan. Arxiv ishxonasidan boshqa 2-chi qavatdagi uylar 1-chi qavatga o'xshash. Hammasining eshigi ochilgan. İçi qop-quruq edi. Lekin hozir qarasam, bu yerdagi uylarning hammasining ishiga him etilgan. Uning ustiga qo'lib silingan edi. Gumonlanib turgan vaqtimda ajoyib sesiq puroq kelib, atrat boshlig'i qo'shimsini turib, Lavudan so'rdi. Bundaq sesiq nimani yoshirib qo'yding? Lavu eg'iz ajoy deb turishiga atrat boshlig'ining telefoni sayrdi. Ha? Nima? Jang idora boshlig'i keldimi? Ha, bo'ldi.
Hozir düşman. O telefonni qo'yib atgandan keyin atrat boshlig'i qo'lini Lavvoga tangladi. İdora boshlig'i bilan ko'rishib bo'lgandan keyin har bir uyni aqtirib chiqaman. O shundoq degandan keyin qo'l ostidagilarga Lavvoga qarab turishni aytib tushib ketdi. Lavvo atrat boshlig'ining tushib ketganini ko'rib, yuragi o'rniga tushib, boshqalar diqqat qilmagan fursatda menga ko'z ishorasi qildi. Lavvoni tushungachga uning maqsadini bildim. O meni bu yerda qoldirmoqchi. Ikki soqchi va atrat boshlig'ining ketganini ko'rib, pastga tushib, birinchi qavatdagilar bilan yig'ilmoqchi bo'ldi. Men qasdanga eng oxirda qilib, ularning diqqat qilmagan vaqtidan foydalanib, birinchi qavatdagi bir uyga yoshirinib oldim. Birinchi qavatning eshik oldida orasidagi bir soqchi meni yo'qitib qo'ygandan keyin so'radi. "Hey, bayqishibdi-chi? Ha, tutilishdan qo'rqib, boyili chiqib ketdi-ku. Mo'sha ko'zing bilan qandoq soqchi bo'lgansan deyman?" Lavvo tezlik xubsalik qildi. Pas qilgan ovoz bilan Lavvo bir tepik yeb yerga yiqilgandek qildi. "Eg'izimga hezi bo'la. Ishkin taqala." Arqadilla jalaq-juliq qilgan bilan ish yepilgan ovozni angladim. Lavvo menga rost gapni qilmagan. Bu yerda qilib, uning ko'rsatmasini saqlag'ashqa, mushu fursatdan foydalanib, qolgan ikki orqa papkasini ko'rib beqishim kerak. Shularni o'ylab, ikkinchi qavatga yugurdim. Arxib ishxonasiga yaqinlashganda Lavvoning uchuri keldi. "Eni tez ikkinchi qavatga chiqib, arxib ishxonasi o'dilidagi uyga kirib, ustidagi kitobni ko'ydirib etdi." Bu uchurning keyindilla yana birisi keldi. "Tortmadi chaqmoq bor. Kitob kent boshlig'i aytgan. Ayni chaqda olvasti o'nkirdan ep chiqqan. Lavvo ep ketgan kitobmidi?" Shularni o'ylab, tez-tez qadamlar bilan yana bir qitim arxib ishxonasining oldiga keldim. Arxib ishxonasi quluplanmabdi. Ichiga kirib, arxib ishkabini ochsam, ichi qop-quruq. Hech nima qolmabdi. Bildim. Cho'qim, men birinchi arxib papkasini o'g'irlab ketgandan keyin Lavvo materialni boshqa yerga yo'tkazdi. Bularni o'ylab, Lavvoning hujrasi oldiga kelib eshikni ochdim. "O'lgur. Nima degan sesiq biroq bu?" Ajoyib sesiq biroq yuzimga urildi. Burnimni etib olib, ko'zimni ochib qarasam, bu uyda liqqida o'lik beliq silingan chilak bo'lib, beliqlar chirib bozilib, ajoyib sesib ketibdi. Deraza oldida bir kichik karvat. Karvat beshida kichik ustal. Ustal ustida qora toshliq ko'ni kitob bor. Beliq chiligidan o'tib, kitobni elibla sirtqa chiqib eshikni taqib etdim. Kitobga qarasam, oq ip bilan tuplangan bo'lib, garchi intayin qilin bo'lsa-mu, lekin qo'lga yengil tushdi. Kitobning qog'ozlari ko'nrab, azroq kuchab qo'yishli yirtilib ketadiganday turadi. Qop-qora kitob teshi ustida g'ayri yozilgan 4 xat bo'lib, madaniyat saviyam yetmagachga, bu 4 xatni qandoq o'qiydiganligini bilmadim. Lavvo, Liu Yunbo, Lavtang bilan savdoshgan. Buning ichidagi murakkab munosabatda Lavvoga nisbatan ozroq ishonchim yo'q. Bugungi kunlikda Lavvo kitobni ko'ydirib etdi. Balkim ichida boshqalarga deyishga bo'lmaydigan maxfiyatlik bo'lishi mumkin. Shunga vaqt tepib, oldirmay tadqiq qilaman deb kitobni chapanning ichiga tiqib oldim. Bu yerda tursam bo'lmaydi. Ikkinchi qavatni aylanib chiqib, oxiri bir quluplanmagan uyni topdim. Shu yerda yarim kun o'tirgandan keyin derazdagi tumir simlarni qumurib etib, cho'nqur nafas ilib olgandan keyin sakradim. Doktorxona. Putum sundi. Shaoliu meni doktorxonaga akeldi. Elimi yaxshi, yengil darajada sunibdi. Doktor 10 putumni bir qavat gipslab qo'ydi. Lavvoning tezli doktorxonaga meni yo'qlab keldiganligini bilgachga, kitobni karvatning ostiga tiqib qo'ydi. Darvaqa Lavvo ushchirni anglab, ba'zi xizmatdoshlar bilan meyva-chevi ilib doktorxonaga keldi.
boshqa xizmatdoshlarga tushuntirib, putimni yotoq binosidan tushayotganda sundirib oldim dedi. Lavu nemish bo'lganligini bilgachga, odati bo'yicha tillab qo'yibli gapni burib etdi. Takalluf qilishgandan keyin ko'pchilik shirkatga qaytdi. Lavu kasalxonada odam yo'qligini ko'rib, qo'lig'imning yeniga kelib so'rdi. Shavli, kitobni ko'ydirib etdingmi? Ha, ko'ydirib etdim. Kulimi qamidi. Lavu menga tikilib qarag'inicha yana bir qitim so'rdi. Rostilla ko'ydirib etdingmi? Bu aka, madaniyat saviyamni bilasan-ku. Men kitob ko'rishga amroq odamman. Uni ko'diribmisam nima qiladi? Lavu mening xo'yovshanga bog'anligimni, yana bu kitobning kelib chiqishini anglaganligimni bilmaydi. Shunga rozimanlik bilan maydamga papilab qo'ydi. Enam, doktorxonada xotirjam yot. Ha? Kashda Shavliu haydab tursin. Maoshimni kamlamaydi. Bu oyda sana yana 500 yam mukofot beray. Ha? Amsa rahmat bu aka. Rahmat sizga. Bu Lavuning hiylagarligini ko'rmamsizlar. Chiqib ketish oldida chopinimning yonida turganligini ko'rib, yonchug'ini oqtirib beqib, qo'riqligini bilgandan keyin beshini langshitib qo'yib chiqib ketdi. Ular ketgandan keyin men bu herib qog'ashqa ko'zimni yumibli uyquga ketibdim. O'ylamagan yerdan uyg'ongan vaqtimda yerim kechi bo'pti. Bu shirkatga eng yaqin doktorxona bo'lib, doktorxonada yotadiganlar ko'p bo'lmag'achqa, kechidagi doktorxona boshqacha jimjit edi. Putimning sungan ishini uydagilarga demadim. Yenimdimi menga qaraydigan odam yo'q. Lekin yaxshi yeri ancha eg'ir yaralanmag'achqa, assiga tayinib hojatga chiqa olaydim. Aldirmay menib hojatxona oldiga kelganda, ichidan chiqayotgan bovoy menga so'qilib, o'ngdamga tushdim. Bu qeri qarmoqqa 60 yoshlar chamasida bir teri bir ustixon bo'lib, o'ng'aysizlanganicha kulib qo'ydi. Voy voy balam, kechira, bak aldiraydim. Baba, aldirsangiz bu qarab mamamsiz deyman. Og'riqdan ko'zimdan yosh chiqib ketgili tas qoldi. Men texi qeri meni yulab qo'ydi deb saqlayapman. O'ylimga yerdan qeri burilib ketib qoldi. Yerda o'ltirib qattiq achchig'im keldi. Erli hojatxonasining o'rni intayin o'ng'aysiz bo'lib, sestranimni chaqirg'ili bo'lmaydi. Oxirida amalsiz o'zim ishga esilib, asta-asta o'rnimdan turdim. Mushu ishlar bilan putimning sunig'i teximi eg'irlashib, karvatga chiqqanda kiyimlarim badanimdan chiqqan tardi chilliqqida bo'ldi. So'ngakning yurak sanjilg'udek og'rig'ida uxlayolmay, tong otarga yaqin mugidab qoldim. Qanchalik vaqt o'tdikin, eshik oldidagi yig'i ovozidan uyg'onib ketdim. O'rnimdan turib sirtqa qarasam, qarish tarafdagi kasalxonadagi odamlar yig'ilg'inicha sirtqa mengibdi. Buni ko'rib, yenimdagi karvatda yotgan odamdan so'rdim. "Ey, aka, o tarafda nima bo'pti?" "Ha, ularning o'ylik bovoyi hojatxonaga chiqqan. Yurak kesili qo'zg'alib o'lib qopti." O'zimni qattiq besib olib so'rdim. "Ha? Qanchada o'libdi? Bilasizmi?" Anglasam, yerim kecha 12 atrofida deyman. O'ng putimdan kelgan og'riq sezimimni his qilolmadim. Tunogin oqshom hojatxonaga chiqqan vaqtim yerim kecha soat 1:30. Yigirma ikkinchi qism. Jahonni cho'chitgidek xabar. Vaqtga qaraganda tunogin oqshom hojatxonada yo'liqqan bovoy o'lib bo'lgan. Uning oldirg'ini bekor emaskandi. Aslida u dunyoga menibdikan. O'ylagan seri qo'rqib, butun badanimdan sovuq ter qo'yildi. Shunda qalaymagan xiyol qilayotganda Shavliu menga nashtilik ep keldi. Uni ko'rgandan keyin ko'nglim ozroq joyiga tushdi. Yana ozroq ansirab,
Şavlyu'dan tünögün akşam qizil ko'ylakli qizni uchratdingmi deb so'rdim. Şavlyu beshini chayqab, meni nimandaq sezgir bo'lib ketding dedi. Amalsiz onunga tünögün yaxshi uxlayolmadim dedim. Naştılıqdan keyin Şavlyu meni hojatxonaga ep borganda beshimni sangilib deb ketayotsam, kaynimdan tuyuqsizlik birisi chaqirdi. Yigit, sana ishdan bo'lmaganda. Agar Şavlyu meni yo'lib olmagan bo'lsa, cho'qim yerda o'ltirib qolardim. Meni chaqirg'ini dal tünögün akşam hojatxonada uchratgan bo'vay. Şavlyu, sen bu qeyrini ko'ra olamsan? Nima? Ko'zimda chatoq bo'lmasa, nima ish ko'ramagidakman? Şavlyu tushunamadi. Tengirqig'inimcha sinchilab qaradim. Mushu qeyri xato emas. Uning yonida yana pastlik bir er turibdi. Bu er ustiga qora kostyum kiyib olgan, besh taqir, beligiga gul chekib olgan, bo'yniga chimchiloq barmoq tomlig'ida oltin zanjir esib olibdi. Ko'zi ochiqligi odam bo'lsa, bularning qor jamiyatning ekanligini bilib oladi. Buva, siz tünögün akşam yurak kesili bilan hojatxonada o'lgandingiz-ku. Gepim tugmay turib, uning yenidagi taqir bosh qo'lini shiltig'ini chitillab ketdi. Ey o'lgur, nima bilan deyapsan, ha? Kimning yurak kesili qo'zg'alibdi? Yana bir eg'iz gap qilsam, jiningni olaman. Bovay qo'lini po'lang'ishtib, taqir boshning eg'izini bosgandan keyin bana kulib qaradi. Yigit, tünögün xatolik menda. Seni so'qib yetibli ketib qoldim. Rafiqam mushu doktorxon dedi. Tünögün o'qilga qarayman deb aldirab qoldim. Bu yerda takallashayotganini anglab, sestra aramizga tushib, menga qaradi. Siz 8-qavatda-ku deyman. Nimalarni bildirlayapsiz? Tünögün akşam yurak kesili qo'zg'alib o'lgan odam udulingizga kasalxonada. Bu yoq bo'lsa 703-kasalxonadagilarning uydagilar, bir odam emas. Sestraning gapini anglab tushandim. Aslida tünögün akşam hojatxonada o'lgan bovay u emaskandi. Bu o'qishmaslikni esa. Amdili xatoligimni so'rab olay desam, yenidagi taqir bosh terikib ketdi. Sen sadi nima demakchi, ha? Otamni o'ldi demakchimi? O shundoq degash meni urmoqchi bo'ldi. Hay, bo'ldi. Jim tur, ha. Tünögün akşam men avval bu yigitga so'qilib ketib qolgan. Xatolik menda. Taqirbosh yanada vafodarkan. Otasining to'sib olganligini ko'rib, joyida turib, qo'lini menga tangildi. Sen 8-qavat shundaqmi? Bu ishni mundaq tugatmayman. Qarab tur, ha? Şavlyu ikkimiz kasalxonaga qaytgandan keyin uningga tezlikda doktorxonadan chiqish rasmiyatini bajarishni aytdim. Putum yaralangan vaqtida uning osonlik qilishidan qo'rqdim. Doktorxonadan oldirib chiqqandan keyin uyga qaytishni tanlamay, yotoqqa qaytib yotmoqchi bo'ldim. Shu kuni kech 11larda Şavlyu avtobusni haydab mangdi. Men yotoqda zerikib, yonfunda xabar ko'rib yotsam, tuyuqsizla astidan tillashgan ovozlar anglandi. Deriza pardasini ochib tuvanga qarasam, shirkat hovlisida 10 necha er turgan bo'lib, hammasi qo'liga qing'roq degandek narsalarni ilib olibdi. Bular kuzatchining to'sishiga qaramay, hatto hovlidagi qorovullik tuturgan 3 soqchini ko'zga ilmadi. Kecha asl dilli jimjit. Yotog'im hovliga yiroq bo'lmag'achqa, ularning varqirgan ovozini yanada aniq angladim. Liyav ismlik musharning shopirga onu chaqirib chiqish. Ulardan qo'rqqanim emas. Hozir putum faqat qolaylik emas. Uning ustiga soqchilarni ko'rib xotirjam yotdim. Bu odamlar ostida varqirab, nemo bir boshliqni taniyman deb 3 soqchini qo'rqitibdi. Ularning na'dan bu yer turdiganligimni bildik. Meni cho'qim topimiz deb vaqirashga boshladi. Bular qing'roqni ko'targanicha soqchi to'sig'idan o'tib, guldirliginicha birinchi qavat zalga kirdi. Bu odamlar zalga kirgandan keyin jim bo'lib qoldi. Taxminan 5 minutdan keyin birinchi qavatdan echinishlik varqirashgan ovozlarni anglagandek bo'ldim.
Shu saqchi qanday qo'rqinchli ishni ko'rdikin, Alloh bo'g'inichi sirtqa qochdi. Ishning chataqligini ko'rib, astaga tayinib butun jinim bilan ostiga qarab maqdim. Pastga tushga vaqtimda zaldagi echinishlik varqirgan ovozda bargan seri kuchaydi. Asirg'inimcha birinchi qavatga tushganda ko'z oldimdagi manzaradan dong qetib qoldim. Zalning chirig'i yiniq. Mis soatning usti qip-qizil qonga bo'yalgan bo'lib, 10 necha qo'liga qing'roq ilib olgan qora kiyimlik soat oldida tizilib o'ltiradi. Ularning hammasi qonga melangan boshlarini sangilitib, hatto ba'zilarining mengidagi oq qizil aralash narsalarimi chiqib ketgan edi. Cho'nqur nafas ilib, tega aslimga kelmay turib, bu tizlanganlarning orasidagi birsi tuyuqsizlik o'rnidan turib, ondan bor kuchi bilan men tarafga qarab etildi. Alloh bo'g'inimcha o'ng qo'lim bo'shishib, oz chiqib ketdi-da, yerda o'ltirib qoldim. Bu usti beshi qonga melangan odam payt ichida zaldan etilib chiqdi. Chatoq. Tugashdim. Dal musha qil ustidagi paytda usti beshi qonga melangan yenimga kelganda bir burilibla cho'ng eshik tarafga yugurdi. O'lgan! Chilmagan! Bu odamga qarab hangviqib turganimda darvozadan 4-5 saqchi mashinasi etilib kirib, mashinadan saqchilar tushib, bu odamni yerga besib oldi. Ular zalning ichidagi ahvolni ko'rganda, birinchi turkum saqchilar ichiga kiramay turib qoldi. Tang otgandan keyin o'yilda liqqida odamlar, har yerning mutaxassislari, har xil rahbarlar, chiroylari tutilgunicha beshini chayqab, o'fsinib qo'yatdi. Bir kechida mis soat yana 10 necha odamni o'ldirdi. Har qaysi axborot vositalari qo'rqinchli soatning qotillik delosini ma'lum qildi. Butun shahar zilzilaga kirdi. Bu odamlarni garchi men o'ltirmagan bo'lsam-mu, lekin nimali demagan bilan mening sababimdan kelgan. Ularning echinishlik o'lgan ahvolini ko'rib, yuragim qattiq og'irdi. Qo'rqinchli soat bu yerda tursa bo'lmaydi. Liu Jinju. To'g'ri, uning karomati bor. Balkim u bir taraf qila olishi mumkin. Tunogin kashdan boshlab hozirgacha bir kapam narsani eg'izimga solmadim. Bir timim suvmi ichmadim. Shundoq bo'lsa-mu, Shaoliu bilan taksi to'sib, Huayuan yo'li 2386 nomerga kelib, Liu Jinjuni izladim. Ammo ichiga kirmay turib, yiroqdilla Liu Jinjuning ostiga tayanganicha menga so'q nazar tikilib turganligini ko'rdim. Amdi keldingmi? Liu, keladiganligimni bilamsan? Liu Jinju kaynimdagi Shaoliuga qarab qo'yib, beshini lingshitdi. Putonga qarasam, o necha kunda avtobus haydayolmaydigandek tursan. Men bilaman. Liu Jinju shundoq deginicha yo'l tarafga mangdi. Nega? Men sizdan yordam so'rab kelgan. Liu buvay kaynigimga qaramasdan to'van ovozda javob berdi. Soatni bartaraf qilish uchun yana bir qaytim Xo'yovshanga bormasak bo'lmaydi. Bu ismni anglab, hatto sunib ketgan o'ng putimni titrashga boshladi. Hozir burunqiga o'xshamaydi. Ilgari u yerga borganda putim yaxshidi. Xatar bo'lsa qochalaydim. Lekin hozir o'ng putim saqaymadi. Agar biror narsaga uchrab qolsam, o'limni saqlashdan boshqa yo'lim yo'q. Liu Jinju gumonlanayotganligimni his qilib, burilib menga qaradi. Qo'rqmasangmi bo'ladi? Mavuni taqib olsang, hechdan bo'lmaysan. U shundoq degash, menga bir tutam mis yarmoqda qilingan zanjirni berdi. Qo'limga ilib qarasam, mis yarmoqlar intoyin g'alati bo'lib, noit kona. Ustidagi gullarimi yo'qab ketgan. Lekin yanala bir yo'lvosning shaklini g'uva ko'gili bo'ladi ekan. O'xsinib qo'yib, bu mis yarmoq zanjirini bo'ynimga taqab, og'sig'inimcha Laoliuga agishib, Xo'yovshanga qo'zg'aldik.
Üçüncü qitim kelganda o kentning hamma yeri menga tunish bo'lib ketgan edi. Yo'lda tuvan ovozda Liu Jinjudan so'rdim. Kent boshlig'imi o'ldi. Endi nerede turmiz? Kent boshlig'ining uyida. Kent boshlig'ining uyiga qaytib kelganda ikki ko'zim ixtiyorsiz namdaldi. Necha kun burun kent boshlig'i meni qizg'inlik bilan kutib olgan edi. Amdilikda mangulik ayrildik. Uy ichi yanada burunqidek. Kent boshlig'ining hujursidagi qon izi shu biti bo'lib, har qitim ko'rganda yuragimga nashtardek sanjilatdi. Lavliu azoblanayotganligimni ko'rib, so'g'oqqina tasalli berdi. Oldi, 30dan oshgan odam turib, ko'ngling hajat nozukina. Lavliu, ilqi odam yeydigan shumtakni tugashdi degandingiz. Yana nimaga keldik? Bir narsa izlab. Lavliu kam ustiga chiqdi. Narsa izlab? Yo'lvos naqishdik, mis yarmoqmi qo'lingizda? Yana nimani izlaysiz? Lavliu men bilan kori bo'lmay, asliginicha yetib uxlab qoldi. Ochchig'im kelgan bo'lsa-mu, uni nima qila oldim? Assig'i eslag'inimcha o'ylig'i chiqib tamaki chekdim. Qalaymiqan xiyol qilayotganda kichik qizchaqni yetilib olgan bovoy o'yli oldidan o'tib qoldi. Bu dal ilqi seriq qalisi o'lib qolgan bovoy bilan navirsi bo'lib, bovoy meni ko'rgandan keyin aloqzodi bo'lib meni chaqirdi. Tamakini o'chirayotgandan keyin o'yildan eg'anglab chiqib bovoyga kuldim. Baba, yaxshi turdingizmi? Bovoy menga takallub so'zni qilmay, tuvan ovozda so'rdi. Balam, nemishki gap anglamay, yana qaytib keldim. Meningmi kagim yo'qday baba. Lekin tuttirdigan ish chiqib qoldi. Anglasam, yaqinroq kela. Sen har kuni kashda 13-yil oxirgi avtobusni haydaydigan shofirkansan-ku. Bovoyning bu gapidan qattiq hayron qoldim. Shundaq. Yangi ko'chadan qog'oz zavodigacha. Bova, siz kimdan oldingiz? O'ndaqda bu kentga texmo kelmasligim kerak. Ay, acaba sen 10 yil oldidagi ilqi shopurlarning oqibatini bilmamsan? Nima desam bo'la? 10 yil oldidagi suv ombordagi 3 qatnash voqeasi Lavodin boshqa biladigan odamlar intayin oz edi. Bugungi kunlikda bovoyning eg'izdan anglab, texmi hayronlik his qildim. Bova, siz texi 10 yil ilgari suv omborda yuz bergan 3 qatnash voqeasini bilamsiz? Yana bir qitim deya. Bovoy turib qoldi. Sizning deganingiz 3 qatnash voqeasi-ku. 3 shoför, 3 avtobus odamni ilib suv omboriga kirib ketgan. Ay! Qancha? Bovoyning nima demoqchi bo'lganligini tushunmay, yana bir qitim takrorladim. 3 qo 3 shoför, 3 avtobus odamni ilib suv omboriga tushib ketib, hammasi o'ldi. Bovoy beshini chayqab qo'yib, o'ng qo'lini ko'tarib, 4ni ishorat qildi. Yana 4-chi shofirmi bormi? Yigirmi 3-chi qism. O degan mening og'aynam. Bovoy shunchalik tamkin, yolg'on gap qilayotgandek emas. To'rt? Ayinchaqda suv ombordagisi 4 qitimli qatnash voqeasi demoqchimi? Undaqda 4-chi shofir kim?
Bovay beshini ling'ishtirib, "Endi gap qilay" deyishiga, yenidagi qizchaq "Bova, qo'zig'im ochdi" deb, bovayning yengidan tatqili turdi. Bovay qizchaqning beshini silab qo'ygandan keyin menga qaradi. "Mening uyim kentning g'arbida. Qo'ri oldida yo'g'on so'gat daraxti bor. Ishing tugaganda uyimga kelib izda. Sana tafsili so'zlab beraman." Ha. Beshimni ling'ishtirdim. Bovay qizchaqni yetilab kentning g'arbiga qarab mangdi. Bovay bilan bo'lgan mushu qisqig'ini parang bilan bilganlarimning hammasi butunlay gumroh bo'ldi. Lavtang bilan Liyotaga suv ombordagi qatnash voqeasini 3 qitim degan. Bugungi kunlikda bovay menga 4-chisimi bor deydi. Undaqda mendan burunqi 4-qitimlik 13-yo'l shopiri kim? Mushu gumonlar bilan uyga qaytdim. Liuchinjo uxlayotdi. Kangdi yetib, ozroqmi uyqu yo'q. Soat 5 bo'lganda Liuchinjo oxiri uyg'ondi. "Lavliyo, 13-yo'l avtobusining 10 yil avvalgi suambar qatnash voqeasini bilamsiz?" Taqat qilolmay so'rdim. Lavliyo Kangning yonida o'ltirib, uyqusi echilmagan ko'zlarini aran ichib, beshini ling'ishdi. "Qandaq ish bu, ha? Ayni yilidagi shopurlarning arxivini ko'rgandim. Aniqli 3 varaq tursa, 4-shopurning yo'qkan-ku." Bu odam ba. Hozir tehi hayot. Bu yerdagi ishlar tugaganda seni ep boray. Ha? Hayot? Hozir buncha ko'p ishni belgilaning foydasi yo'q. Sal turib men bilan g'arb tarafdagi qo'noq etizig'i bor. Avval soatning ishini putrayli. Lavliyo, avval deyishib o'tayli. Qo'noq etizig'i borman. Hozir nega desangiz borman. Ish bitganda bir savolimga javob bersiz. Lavliyo gap qilmay ishkapdan bir qo'lchiroqni oldi. Mayli. Kentning g'arbidagi qo'noq etizig'i borimiz. O'ylida Lavliyo gurjakdan birini tepib, 2 odam bir gurjak g'arbga qarab mangdiq. Aqsig'inimcha Lavliyo bilan qo'noq etizig'iga kelib qarasam, kangri ketgan yer bo'lib, bu yerdan qarmoqqa chetini ko'gili bo'lmaydi ekan. Tushunmadim. Nemishqa har qaytim Xo'yavshanga kelganda meni chaqirib olasiz? Sizga yordam qilolmaganimni oz deb ovorsliq deb berdigan tursam. Lavliyoning ko'zi yanala oldidagi etizda. Aldirmay eg'iz ochdi. "Sen bo'lmasang, ishni puturgili bo'lmaydi. Qo'layli." "Qo'layli?" Mau o'rakdan oldig'i qo'lab, cho'ng tosh chiqqan yerdan boshlab tuvanga qo'laysan. Lavliyo, putumning sunib ketganini ko'midingizmi? Tehi gipsim botursa. Hech qisi yo'q. Hech qancha cho'nqur qo'lamaysan. Ha, qo'la. Amal yo'q. Bu yerda Lavliyo ikkimizla. Nimali bo'lsin, bu qeyrni ish qisog'ili bo'lmaydi-da. Gurjakni ilib, oqsig'inimcha o'rakni qo'lab oldig'i maqdim. Yigirma 30 metrlarcha qo'ligandan keyin rasli bir tosh chiqdi. Lavliyo hassisi bilan ostiga urib qo'yib, beshini ling'ishdi. Mushu yer. Ostiga qo'la. Yerdili o'ltirib, yengimni turib, sunib ketgan putimni yonga ilib qo'lashga boshladim. Shunda qilib 1 metr cho'nqurlikdagi o'rakni qo'lab bo'lganda, kuchim qolmay, hozirg'inimcha gurjakni yonga tashlab so'rdim. Oye, Lavliyo, zodi nimani qo'ladaysiz, ha? Menga bir aytib bering, ha?
Bekli yerip ketdim ben. Lavliyo men bilan kori bo'lmay, koni hassi bilan u yer bu yerni urib baktı. Buning ostida qalin temir taxta bor. Acha olamsan sinab baq. Bo'la. Gurchakni elib ostiga kuchab sanjidim. Rostli temir taxta bor ekan. Atrofidagi to'plarni tozalab etib, ustiga kuchab tortib edim. Bu temir taxtaning ostida qop-qora o'nkir ko'rindi. Lavliyo, meni ahmoq qilaman demang, ha? Buning nima o'nkir ekanligini bilaman. Ostida olvasti bor. Mendek meyibni ostiga tushirman demang. Lavliyo menga olib qo'yib, yanli shu so'g'oq ovozda dedi. Kirmasangmi bo'ladi. Bu yerda saqlab tur. O'zim tushaman. O'zingiz tushamsiz? Qanday bo'ladi? Sizning karomatingizning borligini bilaman. Lekin buning ichida zoti nim borligini bilmasak. Gap qilma. Lavliyo shundoq deginicha avaylab sakrab tushib, qo'l chiroqni atrofga tutgandan keyin oldi tarafga qarab maqdi. Lavliyoning o'nkirga tushganligini ko'rib, qanday qilishimni bilolmay qoldim. Bu o'nkir eg'izi intayin pakar. Belini egib mangmisi bo'lmaydi ekan. Agar ichida biror narsaga uchrab qolsa, undaqda tugashgini shu. Lekin turib o'ylab baqsam, garchi putum sungan bilan o'zimning erkakligiga daxil qilmaydi. Terini ichiga tushirib etib, bu yerda saqlasam qanday bo'ladi? Shularni o'ylab, tishimni tishlab, ostini tashlab etib, tuvanga tushib, Lavliyoning kaynidan agashdim. G'alit yeri bu to'pi o'nkir kirganda garchi intayin pakar bo'lsa-mu, lekin mangon seri egizlaydi ekan. Oxirgi kelganda butunlay o'ri bo'lib maqdiq. Lavliyo oldida qo'l chiroq yiqib maqdi. Men kayindan bir putumni so'rab maqdim. Lavliyo, sizni qo'rqitganim emas. Anlashimcha, bu olvasti o'nkirning ichida bir ikki emas, liqqida olvasti bor ekan. Liqqida? Oz deb qo'yibdi. Kallam tiringida qilib qoldi. Meni qo'rqitma deyman. Sizga agishib, jon bilan o'ynash qilib tushibdiman. Elektrik chiqib ketalamdoq yo'q bilmayman. Menga zodi nima izlayotganligingizni aytib beramsiz? Kitob. Kitob? Lavliyoning bu gapidan xushal bo'lib ketdim. Lavliyo, hey, to'xtang. Sizning nima kitob izlaydiganligingizni bilaman. Siz izlamoqchi bo'lgan kitob yotog'imda. Qaytib olaylik. Bu kitob ikki qism. Sendikisi birinchi qism. Hozir ikkinchi qismni izlab keldik. Lavliyo aytgan bu gaplar intayin keskin bo'lib, kitobning menda ekanligini anglab, hayron qolmay, xuddi hamma ishlar uning farzi bo'yicha bo'layotgandek qiladi. Hamdi eg'iz ichib so'ray deyishimga, tuyuqsizlar o'nkir ichidan varqirash ovozi angladi. Orqadan bir narsalar yiroqdan tez suratda yugurib kelayotgandek qildi. Lavliyo, olmaslar keldi. Tez qochaylik. Lavliyo joyida metrlamadi. Shu orliqda qo'l chiroqning nurida bir to'p odamlarning biz tarafga qarab kelayotganligini ko'rdim. Bu odamlar orasida bovoylar ko'p bo'lib, yana ayol va bolalarmi bor ekan. Eng g'alati yeri, ularning hammasi oq rangli mato kiyib olgan edi. Lavliyo joyida metrlamay turg'ashqa qochay deb ko'nglim o'nimidi. Oxirda Lavliyoning kaynida turib ko'zimni yumib oldim. Bu odamlar bog'on seri yiqilishayotganda ularning tishlab o'ltirishiga tayyorlanib turdim. O'ylamagan edim, ular yenimdan o'tib ketdi.
Ko'zimni ochgan vaqtimda cho'chiginimdan bir eg'izmi gap qilolmadim. Bu nədimi? Oq mata kiyim bo'lsin. Iniqli oxirat kiyimg'i. Bularning hammasi o'likkan. Bu oxirat kiyim kiyib olgan bir to'p odamlar o'tib ketgandan keyin cho'nqur nafas ilib kekashliginimcha so'rdim. Zolyo. Men qarsamla bular o'likdek qilamdi nima? O'lik qo'shu. Lavliyo qo'l chiroqni tutqunicha davomliq maqdi. O'nkir ichiga qarab yana 30 metrcha mang'andan keyin atrof tuyuqsizlik kengayib qoldi. Lavliyo qo'l chiroqni atrofga tutib edi. Hayronlikda eg'izim echilib qoldi. Oldimda intoyin cho'ng ibodatxona turadi. Bu ibodatxonaning oldida 4 tal cho'ng qizil ranglik to'rik bo'lib, viviskisining rangi o'chib ketgan. Ishigi yerim echilgan bo'lib, intoyin qo'rqinchli edi. Lavliyo, bu ibodatxona qandaqsiga yer ostida bo'ladi, ha? Dal mushu chaqda g'ich qilgan ovoz bilan ibodatxonaning eshigi ochildi. Nemishqikin bu ovoz qulog'imga kirganda beshim qattiq og'rib, ichidan kimning chiqqanligini ko'rmay turib hoshimdan ketdim. Hoshimga kelganda ikkinchi kuni tush vaqti edi. Ko'zimni ochganda ko'rgunim Lavliyo ejoyg'inicha shirkatdagi bodak bilan paranglashib turibdi. Hoshimdan kelganligimni ko'rib, Lavliyo bir chavak urib qo'yib kuldi. Oxiri hoshingga kelding juma adash. Yaxshi bo'ldi. Beshim texcha og'riyotdi. Atrofga qarab baqsam, dal oldingi qaytim yotgan eliqi doktorxona. Liyaka. Qiziqkansan juma. Bir putung sungan turib, yana toqqa chiqibsan deyman. Nemishqa osmonga chiqmagansan, ha? Toqqa? Sizlar meni nadan topdinglar? Xo'ya o'shandagi bir necha dehqon seni epkapti. Toq chiqib yiqilib, o'shidan ketdi dedi-ku. Tunagin oqshom bo'lgan ishlarni esladim. Hozir Lavliyo qandaqroqdi. Endi eg'izimni echib so'ray deyishimga sirtdan birisining tillashgan ovozi angladi. O o'lga qaysi kasalxonada? Bugun uning yana bir putini chiqib etaman. Chatoq. Elqi odamlar yana o'chog'lik ekan o'xshaydi. Shularni o'ylab o'rnimdan turib, Lavliyo bilan bodakka qardim. Qochayli. Tez qochayli. Lavliyo ishning sababini bilgachga meni do'mbisiga ilib sirtqa qarab qochdi. Bu odamlar qing'roqni ko'targunicha koridorda meni izlayotgan bo'lib, meni ko'ribla varqirg'inicha qo'g'lab keldi. Liyaka, qor jamiyatdagilarning tushiga tegib qo'ydingmi? Qandoq shu? Uningga tushundirgudek nadiki vaqt. Birinchi qavat zalga kelganda Lavliyo meni yerga qo'yib bodakka dedi. Sen avval uni ilib qaytqash tur. Ularga men taqabul turay. Taqabul turay? Usruq. Tez qochayli, mana. Lavliyo gapimni anglamay burilibla doktorxonaga kirib ketdi. Bodak bu chaqda taksidan birini to'sib, ishchiga tatqandan keyin shopirga tez haydashni aytdi. Ishki eslib olib tushmoqchi bo'lib varqirdi. Lavliyo texi ichida tursa, qochsak bo'lmaydi. Tez to'xtat. Bodak mu titildab ko'zlarini chaychaytgunicha varqirdi. Ularni pichoq botirsa, qo'rqmamsan, ha? Avu dot bilan qaram bo'lmasin. Biz tez qochayli. Bo'ldi, qaram bo'lmasin. Men yanala bodakning qo'lidan yo'lqunib chiqib, oqsig'inimcha mashinadan tushdim. O degan mening og'inam. 24-qism. 2 Leoning baslashishi.
Men oqsoq putimni so'rginimcha zalga qaytganimda Shaoliu boshqalar bilan urushib ketibdi. Lekin o'ylamagan yerdan qarmoqqa qolaysiz ko'rinadigan bu pakar bodak intoyin chabdas bo'lib, qo'liga qing'roq olgan odamlarning orasidan o'tganda uni ozroqmi yorlantirolmagan edi. Аңтаңлық bilan ko'z oldimdagi manzaraga qarab qolganda 5 minut o'tgandan keyin bularning hammasi yerga yiqildi. Qo'ts Shaoliu. Shaoliu qaytib kelganligimni ko'rib hayron qilib, tezlikda meni yo'lashtirib qochdi. Yo'lda Shaoliu yana jiddiylashgancha kayniga qarab qo'yatdi. Shaoliu, bu karomating turibmi? Avtobus shofiri bo'ldingmi? Otam go'mpchidi. Hammasi kichik vaqtimda majburiy o'rgangan narsalar. Buni yoqtirib ketmayman. Ichimda o'fsinib qo'ydim. Shaoliuning karomati bor turib, yana shundoq oq ko'ngil. O'zimdan nomus qildim. Shaoliu bilan mashinaga chiqqanda shirkat yotog'iga qaytmay, shofirga Xo'yan yo'li 2386 nomerga berishni aytdim. Tunogin Lavliu bilan Alvasti o'nkirda ilqi ibodatxonani ko'rgandan keyin o'shimda ketdim. Hozir Lavliuning ahvolidan bak ansirayotiman. Lavliu 8-qavatda. Uning uyiga berish uchun cho'qim 3-qavatdagi Liuyunboning uyidan o'tish kerak. Shaoliu meni yo'lab 3-qavatdan o'tganda yuragim kelimga qopsilib qoldi. Ayni chaqda men eng ishindigan usta bugungi kunlikda menga Alvastidek ta'sir beradi. Meni xushal qilgan yeri Lavliu hozir uyda. Ammo uningga qarasam, tunayginkidan jiq ojizlab ketgan bo'lib, va ayni jasadga o'xshash yuzda ozroqmi qon yo'q edi. Lavliu meni ko'rib, beshini lingshitib qo'ydi. Shuntak. Jining xeli chinkan ha. Lavliu, tunagin ibodatxonaning ishiga ichilgandala boshimdan ketdim. Ibodatxona ichidan nima chiqdi? Nima chiqadi? Odam shu. Texi senmi tanıysan? Ha? Men tanıyman? Qattiq hayron qoldim. Lavliu menga tanıysan degini yenimdagi odamlar bo'ldi. Undaqda bu doira cho'ng tursa, nega berib paras qilib yuraman endi? Hey, Lavliu, bo'ldi tepishmoq etmama. Zodi kim, ha? Qandoqsiga yer ostidagi ibodatxonadan chiqdi? 3-qavatdagi qiyri bo'lmamdi. Liuyunbo? Bu qiyri soltak bizdan burun Alvasti ibodatxonasiga kiribdi. O'ylamabdi-kanman. Bizning shirkatdagi soatni shu abatga tursa, u kitobni nima qildi ekan? Bu kitobning ismi Muzakkar muannas qo'ru tazkirasi. Odatdagi yer osti sharoiti ko'radigan kitoblarga o'xshamaydigini, u qo'rolardagi muzakkar muannasni ko'ra oladi. Lavliu bu gaplarni qilib bo'lib, tushunmay qilishimdan ansirab qo'shib qo'ydi. Yer ostida o'rinni ko'rdi. Qo'roning muhit tizilishi bilan yaxshilikni keltirib, yomonlikdan yiroqlashtirish eng oddiy usul. Muannas muzakkarni ko'rish bo'lsa, yomoni. Sening jin bilan birlikda turgan turmag'anligingni belgili bo'ladi. Jin bilan birga? Hayron qolgudak nemasi bor, ha? Seningcha sen kundi uyda turib, sendan boshqa odam yo'q deb o'ylamsan. Balkim nurg'unlagan sarkardan arvohlar uyingda mehmon bo'lib, hojatxonangda qistilib turgan bo'lishi mumkin. Lavliu, bag'on seri qo'rqinchli gaplarni qilyapsiz-ku. Sizdek bundoq yomon odamlar aslida jinni ko'ra oladigan-da?
Ko'rolmaymiz. Xalq sana ko'rinsa qandaqkin. Undaqda tunagin oqshom olvosda o'nkirdi ko'rgan dabdini kiyib olgan o'liklarchi. Jin emasmi? Nadimi jin bo'lsa, ha? Murdilarning kinosini ko'rmaganmi? Bu chaqda Lavliyoning uy eshigi tuyuqsiz gum qilgan ovoz bilan yepilib qoldi. Jinning dunyosida xiyol qilib turayotqashqa, tuyuqsiz kelgan bu ovozdan toz qoldim, qo'rqib qon qusib atgili. Shamol chiqdimi nima, ha? Lavliyo shundoq degach eshik sirtiga qaradi. Medirlama. Shamol emas. Liu Jinju ahvolni ko'rib shundoq dedi. Lavliyo eshik oldida medirlashga petinolmay turdi. Ozroq vaqtdan keyin eshikni birisi urdi. Gum. Liu buvam o'ydimi debla bir kichik bolaning ovozi anglandi. Lavliyo bolaning ovozini anglab joyida kulib ketdi. Voy, qara maynat bo'lib ketganingga. Kira. Eshikning kayinda 5-6 yoshli kichik qiz turgan bo'lib, qo'lida konvert turadi. Bu Liu buvamga berdigan xat dedi. Lavliyo qizchaqning beshini silab qo'yib, xatni qo'liga olmoqchi bo'lganda, Liu Jinju xatni ko'rib, ko'zi chakchiyib varqirdi. Yo'q! Bu gap chiqmay turib, xat Lavliyoning qo'liga o'tdi. Gum qilgan kuchli ovoz bilan uydagi hamma deriza, stakanlarning hammasi cheqilib ketdi. Liuyin bu ikkimiz kuchli besimdan kaynimizga chekinib, yerda o'ltirib qoldik. Lavliyoning o'ng qo'lida konvert, yerga yiqilib, maydasini ching tutib yotadi. Ahvolni ko'rib, tezlikda uning yeniga bordim. Odash, qandoqroq tursan, ha? Lavliyo qattiq azoblangan holda o'ng qo'liga qaradi. Sundi. O'lgur. İçimde tilib etib, Lavliyoning qo'lidagi xatni tashlab atmoqchi bo'ldim. Cheqilma! Liu Jinju tezlikda varqirdi. Alvasti bana yetkazgan xat. Alsan qo'ling sonida, tashlamassan, jiningdan ayrılasan. Bu gapni anglab, qo'limni tortib oldim. Arqadan Liu Jinju Lavliyoning oldida o'ltirib, barmog'ini tishlab qon chiqargandan keyin konvert ustida bir necha g'alati chambar sizdi. Qeri soltak. Manga nayrang ishiltayotganini qara. Lavliyo, siz 3-qavatdagi Liuyin buni demsiz? Liu Jinju gap qilmay, Lavliyoning qo'lidagi konvertni elib, g'alati chiroyda kulgandan keyin uni kichik odam shaklida yirtib derizadan tashlab atdi. Uzun o'tmayla ostidan deriza cheqilgan ovoz anglanganda, Liu Jinju deriz yenida turib, rozimanlik bilan beshini lingshitib qo'ydi. Qeri soltak. Meni bu qog'oz odamning derizni chekishi qandoqkan? Uning xushallig'i o'zunga bormay turib, tak qilgan oyoq tibishi sirtdan angladi. Uni ko'rib, ko'zim chiqib ketay dedi. Bu qitim ustiga chiqqani qog'oz odam bo'lib, qo'lida yo'g'on tosh elib oldi. Qo'rqinimdan inkosga kelmay turib, gum qilgan ovoz bilan gaz to'nchilik keladigan tosh qo'lidan chiqib, uy ichiga uchib kirdi. Lavliyoning uyi aslida tor bo'lib, bu tosh uyga urilganda tomning bir qavat terisi so'yilib, ustal o'rindiqlar cheqilib ketdi. Lavliyo tufi davitib, beshidagi tarni surtgandan keyin eshik oldida qog'oz odamni so'rab kirdi. Qarasam, u bir necha itga o'xshash narsani yirtib, eg'izda bir narsalarni o'qigandan keyin ularni yerga qo'ydi. Bu necha qog'oz havshig'inicha pastga tushib ketdi. Bularni ko'rganda dunyo qarashim butunlay o'zgardi. Lavliyoning yomonligini bilaman, lekin bunchalik yomonligini o'ylamabdiman. Bir varaq qog'oz uning qo'lida yirtilgandan keyin jon kirdi ekan desa, cho'nqur nafas elib
tezlikda yandagi Shavliuni yulab turg'izgandan keyin Lavliyoga qaradi. "Hey, Lavliyo, ikkinglar qandoq erishsanglar o'zinglarning ishi. Lekin biz avval chiqib olaylik." Lavliyo bu chaqda ko'zi qizargan bo'lib, ostiga yulanginicha varqirab ketdi. "Bu qeri soltak aslida menga tang kelmaydi. Ikkinglar ketib turinglar. Uni o'zim yig'ishtiray." Shavliuni yulashtirib pastga qochdim. 3-qavatga tushganda qarasam, Lyoyunboning uy eshigi chiqilib ketgan bo'lib, o'zimni tutib ololmay ichiga qarab baqdim. Bu chaqda Lyoyunboning kiyimlari yirtilgan bo'lib, g'udun shig'inicha beshini sangilitib, qog'oz yirtib o'tiribdi. Shavliuni doktorxonaga ib bordigan yo'lda men texcha ikki Lyoning boyiqi shiddatli urushidan esimga kelanmadim. Ko'miginingni ko'rsan, o'lmigining degan rost gapkan. Shavliyoning yarasini tinib bo'lgandan keyin birsimizdan puti, birsimizdan qo'li sunuq. Qilin gipsni ko'tarib yo'lda yursak, ajoyib oqsa bo'ladi ekan. Shirkatga qaytgandan keyin Lavvu ikkimizning bu holni ko'rib qo'shimisini turdi. "Urush maydonidan keldinglarmi?" "Lavvu, xotirjam bo'ling. Mashina haydashga daxli bo'lmaydi." "Daxli bo'lmaydi? Gips bilan qanday haydaysan, ha? Haydashga petinsanmi, haq o'tirishga petinamdi?" "Voy, cho'ng ish yo'q. Qara, gipsni xoligan vaqtda ilib olsam bo'ladi." Men shundoq degash, putimdagi gipsni ilib etib, qattiq og'riqqa bardoshlik berib, hech nima bo'lmagandek putimni ko'tardim. Lavvu harakatimni ko'rib, so'g'uq kulgandan keyin ketib qoldi. Putim garchi yaxshi bo'lmasa-mu, lekin jinimni saqlab qolmasa-mu bo'lmaydi. Bu 13-yo'l oxirgi avtobusini Shavliyo ikkimizdan boshqa 3-odamga hargiz tutqizmaslik kerak. Yotoqda qiladigan ish yo'q. Lavvuning yenidan o'g'irlab kelgan kitobni ilib varaqladi. Lavliyo bu kitobni jilloni ko'ralaydigan kitob degan. Anglamoqla odamni qo'rqitdi degan. Kitobning har bir betida mitchida g'alati yeziq bo'lib, rasm yo'q, tushuntirishmi yo'q. Mundaqli qarasa, maxfiy shifrdek ko'rindi ekan. Lekin agar mushundaqli bir kitob bo'lsa, Lavvu nimishqa jiddiylashib, menga ko'ydirib-deydigandi. Shu gumonlar bilan kitobdagi tushunmaydigan yeziqlarga qarab o'ltirsam, yenimdagi telefon sayrab qoldi. Bayfanning komandirovkaga chiqib ketganiga bir hafta bo'lib, oxiri menga uchur berib, at tushdan keyin soat 5 da aerodromga chiqishimni aytdi. Bu bir haftada nurg'un ish bo'lib, yuragimni bir narsa besib olgan edi. Elimi yaxshi bu ishlar oxirlashib, dal mening orom ilishga muhtoj vaqtlarim keldi. Ikkinchi kuni tushdan keyin soat 5 da aerodromda saqlab tursam, Bayfan uzun ko'ynak bilan chiqib meni quchoqlab oldi. Qiziq desa, tunishqili uzun bo'lmadi. Bugungi kunlikda bir hafta aloqalashmay, oramizda hech qanday benormallik yo'q. Aksicha, menga texmi yiqilgandek tuyg'u berdi. Bayfanning kayfiyati intayin yaxshi. Meni ko'ribla uni buni so'rab, bundaq ko'ngil bo'lganlik tuyg'usini azaldan his qilib boqmoqchi ekanman. U bugun kechda avtobusga o'ltirib, Ko'lchak kantiga qaytmoqchi ekan. Shunga yuk taqlarini mening yotig'imga qo'ymoqchi bo'ldi. Agar o'zim yolg'iz turgan bo'lsam, o'zimning bu ayol ilohini cho'shqi qotindek yotig'imga boshlamaydim. Lekin Shavliyo ko'chib kirgandan keyin tozliqning hammasini shu qilib, yotoqni mehmonxonadek qilib atgan edi. Bayfan buni ko'rib, menga bosh barmog'ini chiqarib, amgakchan ekanligimni maqtab ketdi. Garchi yurak pok-pok bo'lsa-mu, lekin yanada beshimni lingshitib, maqtashni qabul qildim. Bayfan karvetim yenida o'ltirib, ustaldagi kitobni ko'rib, qiziqib, qo'liga og'ash dedi. Bu nima kitob? Nimandaq kona? Bobomning kichik vaqtlaridagi darslik kitobi edi. Darslik kitob? Nimishqa yolg'on gap qilasiz? Ustida ismim yozilibdi. Nima bundaq darslik kitob bo'lsa? Bayfanning bu gapidan qattiq hayron qoldim. Kitobning ustidagi
muzakkar muannas qo'ru tazkirasi degan xat intoyini g'alati bo'lib, odatdagi odamlar tushunolmaydi. Men mutexi Lavliyodan anglab ismini bilgan. Menmi anglagan shu. Siz bu xatni to'lamsiz? To'nayman. Bundaq oddiy xatning to'nimig'idek nari bor. Amsa, qani deb bering. Bu kitobning ismi nima ekan? Yigirma 5 qism. Mis soatni buzish. Bayfanning koni kitobni tush o'g'irlash afsoni deganligini anglab, o'zimni tutib ololmay kulib ketdim. Bayfan, rostakli so'zladingizmi, ha? Hey, qanday rostak? Bu xatlar shundoq yozilgan tursa, o'zingiz ko'rmadingizmi? Bayfanga qarsam, chaqchaq qilayotgandek emas. Yana uni sinab so'rdim. Bo'ladi. Undaqda birinchi bo'lgini o'qib beqing. Narsa o'g'irlansa odamga vaqtlik ziyonliq. Tush o'g'irlansa odamga umrlik ziyon. Bayfan bu xatlarni o'qiyotganda duduqlamag'anligini ko'rib, kulkam chiroyimda qaytishib qoldi. U rostli bu xatlarni tushundi ekan. Hey, Bayfan, siz ilgari qadimiy yoziqlarni o'rganganmi? Yo'q. Bu odatga xanzuch xatlar-ku. Gap qilmay ko'nglimda o'yildim. Bayfanga qarsam, yasalmilik qilayotgandek emas. Bu kitob bak g'alit ekan. Lekin Lavliyo nimishqa bu kitobni muzakkar muannas qo'ru tazkirasi deydi. Cho'qim birsi yolg'on so'zlayotdi. Alvasti o'nkirdan ep chiqqan narsiga yanala oz cheqilgan yaxshi. Shularni o'ylab, Bayfanning qo'lidan kitobni elib, gapni burib keyingi yerim oyda izchil qog'oz zavodi orlig'ida avtobus haydab, putimning yarısimi asta saqaydi. Men izchil Liu Chinjuni izlab berib, mis soatning ishini hal qilmoqchi bo'ldim. Lekin har qitim Liu Yunboni o'ylasamla, bu niyatimdan yonaman. O'ylamagan yerdan necha kun o'tmayla Liu Chinju meni izlab keldi. Liu Chinju bilan Xuyavshandagi ishlarni beshimdan o'tkazib, japodimi, alovatdimi billa bo'lgan hisobida chin ko'nglimdan uningga yaqindek his qilaman. Lavliyo garchi so'g'uq bo'lsa-mu, lekin menga yanada ko'ngil biladi. O chaqda Lavliyoning ko'rganligini ko'rib, kayfiyatim yaxshilanib, uningga kuldim. Voy Lavliyo, ko'rishmagili yerim oy bo'pti. Samirib qopsiz-juma? Lavliyo yanada shundoq so'g'uq bo'lib, faqat to'van ovozda so'rdi. Soatjo. Qo'lim bilan kayindagi ho'ylni ko'rsatdim. Soat izchil ho'yldagi binoning birinchi qavat zalida. Birasimi chiqilishga petmanmidi? Gapim tugmay turib, Lavliyo o'yliga qarab maqdi. Eliqa avozchilik topmoqchi bo'lgan 10 necha yillikdagi ish chiqqandan boshlab, JX idorasi qorovullikni kuchaytirib, asldagi 3 soqchini 10 ga ko'paytdi. Hamda har biriga qurol saplangan edi. Lavliyo amdili u yerga o'tay deyishiga bir soqchi to'sib oldi. Nima qilasan? Ha? Binoga kirmoqchi bo'lsang, yonishtirma. Lavliyoning mijozi asldili qo'pol. Bu chaqda soqchining gap qilish talaffuzini anglab, teximo terikdi. Nima qilasan? Ha? Sizlarni qutuldiraman. O'lgan bo'lmasa, yo'lni bo'shat. Soqchi Lavliyoning talaffuzdagi mansitmaslikdan anglab dedi. Bo'ldi, baba, meni qutuldirmasangiz bo'ladi, ha? Uyingizga qaytib, chayingizni ichaman. Lavliyo hosisini ko'tarib o'ray deyishiga tezlikni berib, uni tutib olgandan keyin soqchiga noma'qul bo'lib, uni yoniga tortib oldi. Ay, Lavliyo, qiziqqanlikmi, ha? Yo'q. Siz qandaqsiga bu soatni o'ylab qoldingiz? Bugun Cheslaga qancha? Ha? 13? Amsi to'g'ri. Kayniga so'rashga bo'lmaydi.
Lavliyo beshini lingishtirib shundoq degandan keyin burilib zalga mangmoqchi bo'ldi. Hey, Lavliyo, to'xtang. Menga aniq gap qiling. Cheslaga 13 bo'lsa nima bo'pti? Ha? Cheslaga 13 bo'lsa birnin bo'lmaydi. O'gillikki Cheslaga 15. Bu soatni buzib etmasak, yana odam o'ldirdi. Balkim seni o'ldirishi mumkin. Lavliyoning karomatini bilaman. U aytgan gaplarga shartsiz ishinaman. Liotag'imo 20 oy ilgari menga aytgan. 15-esla hayot qolaman desang, yo'lbos naqshlik mis sharmoqni izda degan. Liotag'ning gapni anglab, uning chiroyida sal o'zgarish bo'lganligini payqadim. Lekin tezli asliga qaytdi. Mis sharmoq bo'yningda turmamda ana. Bundan keyin menikini anglasangli bo'ldi. Alvasti o'nkiriga tushishdan burun Lavliyo mis sharmoqda yasalgan zanjirni bo'ynimga esib qo'ygan. Undan keyin qaytirib olmagan edi. Hozir o'ylab baqsam, ayni chaqda Elqi daptinlik kiyib olgan murdilarning yenidan o'tib, menga ziyonkashlik qilmagani, balkim mushu mis sharmoqning to'pisi o'xshaydi. Bularni o'ylab, Lavliyoga texmi hurmatim qo'zg'aldi. Bu odam sit so'q bo'lgan bilan yuragi issiq ekan. Lavliyo, hozir biz bu mis soatni buzib etimiz desakmi yiqilishamizsak? Bu soqchilar 24 soat turdi. Undaqda amal topayli. Ha? Lavliyo beshini sangilitib oldiga bir necha qadam maqdi. Mis soatning odam o'ldirishi doim kashda bo'ladi. Eng kechikandimi, kash soat 12 dan burun cho'qim ichiga kirib uni buzib etishimiz kerak. Hey, bo'ladi. Soqchilarni bu yerdan ketkizadigan ishni men qilay. Hozir berib, mis soatni buzib etishni eng xohlaydigan birsini topay. Esingda bo'lsin. Ha? Lavliyo mendan bu odamning kimligini so'ramadi. Kash soat 12 dan burun hammani tayyorlab bo'l. Tikilay. O shundoq degandan keyin ikkini yo'tilib qo'yib, burilib chiqib ketdi. Vaqtni isrof qilmay, tez suratda ishxonaga kirib, Lavliyoni izladim. Bugungi kunlikda agar kimni birinchi qavatdagi mis soatga eng o'sh desak, undaqda cho'qim Lavliyo bo'lar. Lavliyo ilgari shirkatda bir desi ishga bo'lmaydigan, kunda ishxonada o'ltirib choy ichgash, radio tingshash uning xizmati edi. Bugungi kunlikda qo'rqinchli soat kelib, soqchilar kunda qo'rodi. Eng beram bo'lgani shu edi. Lavliyo mening ishxonaga kirganligimni ko'rib, norozi bo'lgandek so'rdi. Nima? Yana qanday o'yin topding? Vaka. Naq gapni qilay. Birinchi qavatdagi mis soatni yo'qotgan yo'qmi? Quruq gap bu. Onunga o'shligimdan tishlarim kirishib ketyapti. Rahbarlar o'chini mandilla ilib. Undaqda gapimni angla. Men sana ajoyib yomon apandimdan birini deb qo'ydim. Cho'qim bu soatni bir taraf qilalaydi. Ammo bu soqchilar kunda turib elib bir amal qilsak bo'ladi deyman. Qanday yomon apandim ekan u? Ha? Oldingi qitim qora kiyim kiygan apandimmi xeli yomon ekan to'q. O'xshashlar mis soatning oldida tizlandi. Bu apandim rastli yomon, u odamga o'xshamaydi. O'z ko'zim bilan uning qog'ozlarini yirtib mangdurg'inni ko'rdim. Hey, to'xta. Mushundoq vaqtdimi? Menga hikoya aytaman dema. Xo yavshandagi heliqi alvasti o'nkir. Ichidikisi alvasti emas. Hammasi murdilar ekan. Lavliyo texchi beshini sangilitib turgan bo'lib, bu gapimni anglab, hayronlik bilan menga qaradi. Sen qanday bilding, ha? Men texi bu alvasti o'nkirning ichida
yer osti ibodatxonasi borlig'ini bilaman. Nima? Tushdingmi? Ha? Tushdim. Shu apandim bilan birga tushgan. Qara. Hozir bir obdan turmamdiman. Lavu o'rindiqda yo'linib o'ltirib, qo'shimsini turib, bir narsalarni o'ylashib, xelidan keyin eg'iz ochdi. Bo'ladi. Agar bu apandim rostli o'nkirga tushib, tirik qaytib chiqa olgan bo'lsa, uning karomati borligiga ishondim. Hey, o'ldik soqchilar 24 soat turdi. Amal qilib, atikashdan burun apandimni ichiga kirgizib yetaylik. Kunduzi bo'lmaydi. O'ldi kirib chiqadigan mashinalar ko'p. O'rlashtiray. Atikashda shopirlarni ep qilib, ularni eshik oldida so'qishga soldiray. Fursat tepib, apandimni kirgizib at. Lavuning bundoq amali borligidan hayron qoldim. Qisqagina necha sekundda planni so'qib bo'ldi. Kallasining buncha ishligiga qaraganda shirkatda shundoq rohat yurgani bekor emas ekan. Bu amalning yomon emasligini ko'rib, eshikdan chiqib, Lavliyoga uchir qilmoqchi bo'ldim. Atsi kech soat 8 da qorong'u tushdi. Men Lavliyoni shirkat yotoq binosi ostiga boshlab keldim. Uzun o'tmay, cho'ng darvoza oldida plan bo'yicha 10 necha shopir mushtlashishga boshladi. O'ldik soqchilar sirtdagi ovozni anglab, avval 3 odam bordi. Lekin shopirlar bag'on seri azvaylab, kesakmo ko'tirishdi. Buningga qarag'on seri benormallik his qildim. Bu shopirlar nadimi o'yin qo'yayotgan bo'lsa, aniqli o'jadovatini ilyotidi. Odatda bu shopirlar bir-biriga nayrang o'ynatishib, qarag'anda bugun fursatdan foydalanib, rostli urushgan o'xshamamdi. Bu yolg'on o'yin rostga aylanib, bir necha ustamdan qon eqib, o'ldik soqchilar ahvolni kontrol qilolmaslikdan ansirab, hammasi chiqib ketdi. Fursatning kelganligini ko'rib, Lavliyoni ichiga kirgizib etdim. Shopirlar urush qonseri besiq turg'ili bo'lmay, 10 soqchimi tankilanmay, shunday qilib yarim soat o'tib ketdi. Lavliyoning texchi chiqmaganligini ko'rib, ansirashga boshladim. Bu chaqda eshik oldidagi artistlarning ko'zi qizdirib, qo'l silishimi bag'on seri kuchayib, Lavu yonda turib, benormallikni bayqab, qo'rqindan orqaga tushdi. Soqchi ahvolning kontrolligini yo'qotganligini ko'rib, tapanchini chiqarib, osmonga qaratib tapkini bosdi. Pang qilgan ovoz bilan shopirlar qo'rqib, kayniga chekinishdi. Ko'pchilik soqchining tapancha og'irligini ko'rib, birasimi qo'l silishga petinolmadi. Ularning tinchlanganligini ko'rib, atraf boshlig'i soqchilarni zalning eshik oldida turishga buyurdi. Soqchilarning qaytib kelganligini ko'rib, tezlikda zalga kirib, Lavliyoni izladim. Lavliyo bu chaqda beshidan tar qo'yilgan holda yerda o'ltirgan bo'lib, ovoq yuzlarida ozroqmi qon didori yo'q edi. Soatga qarab baktım. To'xtabdi. Mis soatning mayotnigi to'xtabdi. Istalkimi 9 dan 20 minutni ko'rsatib turadi. Tezlikda berib, Lavliyoni yo'tkigach, xushalliqda so'rdi. Lavliyo, ish bitdimi? Ha? O'ylamagan yerdan Lavliyo aloqsar bo'lgan holda sirtni ko'rsatib, xuddi eng oxirgi nafsini ilayotgandek varqirdi. Tez qoch!